Barchangizga assalomu alaykum. Bugun biz sizlarga yangi kelgan, nalichida bor bo'lgan va yaxshi ko'zlar va chiroyli ishlangan uzuklar, taqinchoqlar haqida batafsil ma'lumot bermoqchiman. Bu uzuklarimiz nalichida bor, pechatlari ham ko'rsatilgan. Va bizni endi tomosha qilayotgan bo'lsangiz, kanalimga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Do'st va yaqinlaringizni ham guruhga taklif qiling. Va sizlardan bir narsani aytib o'tmoqchiman. Hurmatli bizni kuzatayotganlar, biz telefonimiz soat ertalabki 8 dan kechqurungi 8 gacha javob beramiz. Iltimos telefon qilib soat kechasi 11, gohida 12 yoki 9-10 larda qo'ng'iroq qilmanglar. Sababi siz u paytda video ko'rayotgandursiz, lekin u paytda mana telefonga javob beradigan inson dam olayotgan bo'lishi mumkin. Hammani har kuni har xil o'tadi va kechqurungi 8 dan keyin telefon qilish menimcha noto'g'ri. Juda ko'pchilik soat kechqurun 10 bo'ladimi, 11, 12 da ham telefon qilib so'rashadi. Iltimos soatga qarab keyin telefon qilishlarini tavsiya qilaman. Va yana bir narsa, bular tilla emas, mis metalidan tayyorlangan. Deyarli hammasiga tilla kopiya. Tilla deyilmagan, tilla kopiya. Ya'ni tilladaqa nusxada ishlangan degan yozib chiqaman. To'g'risi tilla qo'ymayman. Chunki men tilla sotmayman. Bular tillaga o'xshab ishlangan, pechati bor taqinchoqlar. Yuvib taqaverasizlar. O'zim ham necha yillardan beri taqib yuraman, har xil qilib. Bemalol chidamli, hattoki o'zim taqqanimda necha bir oy joyi ham bor shu o'zimni. Mana necha yillardan beri taqqaman, hech narsa bo'lmaganda, misol bu metali qattiq metal, unaqa salga egilib, bukilib, sinib ketmaydi mabodo og'ir narsalar tagida qolmasa. Keyin qizajonlar, kim telefon qilganda ham iltimos tilloni grammini so'ramanglar. Biz tilla sotmaganimizdan keyin uni grammini bilmaymiz. 1 gramm tilla nech pul bo'lyapti? Yaqinda bittasi telefon qilib dollar kursini so'rayapti. Uzr, dollar kursini, tilloni grammini misol istalgan bot orqali yoki birorta tanish orqali so'rab bilib olsa bo'ladigan narsa. Hech qachon biz kurs mencha bo'lyapti, tilla mencha bo'lyapti deb ma'lumot berolmaymiz. Tembolli telefonga ma'lumot beradigan odamni ham o'zlariga o'xshab yoshlari kattaroq va deyarli ko'p narsani kuzatmaydilar. Telefonda u darajada uzoq o'tirmaydigan inson faqat telefonlarga javob beradilar. O'sha onajonim aytayaptilarki, kechasi 12 da qilishadi, endi dam olinayotgan bo'ladi. Sen kim telefon qilyapti deb endi gohida dadam ham so'kib qoladi. Soat 8 dan keyin iltimos telefon qilmanglar. Bular nabori turish narxi yozib qo'yiladi. Juda ko'p videoda narx yozib qo'yaman, lekin yana narx so'rashadi. Hayron bo'laman. Narxni yozmadimmikin, ba'zi videolarda yozmayapman deyman, lekin qarasam, chekada narxini yozib qo'ygan bo'laman. O'zi masalan, uzi 100 ming, bilay 300 ming degan bo'lsam, bular bitta hisoblanmaydi. U отдельный nabor deyilganda, o'sha uziga ziragi komplekt nabor bo'lganda, o'sha joy kelganda kulolilari nabori narxi yozib qo'yiladi. U 1 grammini ham narxi emas, to'g'ri, juda ham o'xshaydi. Tilla deb o'ylashlaring ham mumkin ba'zi yosh kattalar yaxshi tushunmayotgan bo'lishlaring ham mumkin, chunki shorts videolarda ovoz bo'lmaydi-da. Shunchaki videoda o'zi qo'yilib, musiqa bilan qo'yib qo'yiladi. Lekin u gramm emas. O'zi nabor yosh kattalar yoki yo'sha tushunmayotganlar bo'lsa, birorta yoshlaridan nevaralar yoki yoshroq kelinlardan yoki qizlardan so'rasalar, albatta ular o'qib, tushuntirib berishadi. Men batafsil shu videoda ataylab tayyorladim. Shu ma'lumotni beray. Ko'pchilikda adashmovchilik bo'lyapti. Haqiqatan shorts videolarimda narxni hammasiga yozgan bo'laman, yozmagan bo'laman. Gapirmayman chunki juda qisqa video.
20 sekundliklari bor, 1 minutlik bor. Shu sababli hamma ham to'liq bilmayotgandir. Shuning uchun katta long videolar qilyapman, batafsil gapirib, so'zlab berishga. Bular mis metalidan tayyorlanadi va buni ham zargarlar ishlaydi. Hamma zargar birdek ishlolmaydi. Masalan, tilla, kumush qiladigan zargar bu metal bilan ishlanmaydi. Mis tayyorlaydigan nimalar qolganini ishlab ketaveradi. Men endi zargarlardan so'rab netib eshitganlarim, bu metalni chiqarib oladigan endi nimalari alohida. Hozir zargarlar ham ancha rivojlandi. Metalni ustida ko'proq ishlashyapti, sifati yaxshi bo'lishi uchun yangi taqinchoqlar ustida ham ishlanyapti. Mana bu hozirgi bijuteriya emas, mana shular ham Chanel braslet, buni tillosi ham bor, bijuteriyasi, bu zargar ishi. Bular ham hammasi zargar ish. Zargarlar ham izlanyapti, yangi model qilyapti, yaxshi model qilsa qimmatroq sotadi. Shuning uchun ko'p ishlanyapti. Avvallari ko'proq uzi bo'lardi, kamroq bilaklar juda topish qiyin edi. Sepochkalar, yozda sepochka sotmayman, to'g'risini aytib qo'yaman, shuning uchun videoda sepochka ko'rsatmayapman. Yozda biroz sepochkaga cheklov qo'yib turaman, sotmayman. Mana bu uzilar ham Dorika, Turkiya tili modeliga o'xshatib ishlangan. Bu yetti go'zal bilaklarimiz. Qaddalishi ham hattoki tilla fasondada. Buni qizlar bilakni yon tomonidan qaddaladigan ilgay ham hatto tilla bilan birga bir ishlangan. Bularda juda ham chiroyli agrankali, ko'rgan sari ko'rgisi keladigan chiroyli anaqalar, taqinchoqlar. Ko'p taqinchoqlarimiz yangi chiqayotgan modellar, agrankalilar, ustalari ham tillab turadi. Barchasi o'sha tilla fasonda. 100% hamma tilla fason ishlanmagan, chiroylilari, hadavo ketadiganlari ishlangan. Mana shunaqa chiroyli zanjiridan mana ishlashni boshlandi. Brasletlari, sepochkasi bor, lekin ko'proq brasleti kelyapti. Bu uzuyimiz ham nima fasonda, brilliant fasonda. Baku brilliant model, yangicha brasletlar. Qizlar soni oz, albatta bulardan ham ko'proq keladi. O'xshash har xil Baku brilliant modellar ham o'xshashlar ishlab chiqarishni boshlangan. Yangi fasonlar, yangi modellar tez ishlab chiqarilmoqda. Barchasi o'sha sizlar ko'rgan, sizlar yoqtirgan, sizlar sevgan tilla kopiyalar. Metali ham mis bo'lgani sababli mahsulotlari qorayib, rangi to'qlashganlar, lekin tozalansa chiroyli bo'lib qoladi. Mana shu uzuyimiz ham bittasi tilla, bittasi luks kopiya. Buni chap tomondasi luks kopiya, o'ng tomondasi tilla. Hattoki mana luks kopiyasi ham juda ham tiniq ishlangan. Buni ham zargarlar birma-bir ko'zlarini qo'yib, har bitta mayda detalni ham qirralab chiqishadi. Aslida bitta uzuyda ham juda ham mehnat katta. Xuddi shu sizni qo'lingizga kelguncha, bizni qo'limizga kelguncha bular ham birma-bir qo'lda ishlab beriladi. Astoydil ishlab, nima qilib, o'z nimasiga jilo berib, mana hamma uzuylarni pashti orqasi ulangan bo'ladi, chunki razmer kichraytiriladi, kattalashtiriladi qolipdan. Lekin juda ham tiniq qilingandan orqalari ham bitta ulanganga o'xshamaydi-da. Qizlar buni zargarlar mehr bilan astoydil ishlab, mana juda ham chiroyli, qaranglar, pechatlari ham bor. Hatto ko'chada tilla bilan bemalol birga bir to'qnashaveradi, chunki tilla desangiz ham tilla degandek juda ham chiroyli Turkiya tilla, rossiyskiy tillalarda luks kopiyalari ishlanmoqda. Buni qizlar mana bu ham luks kopiya, bitta qo'ldagisi tilla, bittasi luks kopiyasi. Xo'p, qaysi biri sizlarcha tilla, o'ng yoki chap? Izohlarda albatta yozib qoldiringlar. Tillasini ajratadiganlar. Chunki buni tillasidan ajratib olishda o'zi ham bir mahorat. Bir sotuvchi qizimiz o'zi ham ajratolmasdan hattoki tilla uzugini dastavka qilib yuborgani ham bo'lgan bu holat. Keyin o'sha klientini topib, boshqa nima qilib yuboribman, jo'natib yuboring deb yurib olgan bo'lsa kerak. Chunki u qiz vahima qilib aytganda, voy degandek, 5 ko'zli uzugini, tilla uzugini
anaqa kopiyamizni zastavka qilyapman klientimga deb dastavka. Shu sababli ham bemalol biz luks kopiya judayam chiroyli, tillaga bir gapir deb bemalol ayta olamiz. Barchangizga rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'ying. Telegram kanalni ham sekaga ulab qo'yganman. Bemalol gruppamga o'tishingiz mumkin.